Assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana oldimizga bemorimiz Tilovat opa. Birinchi marta qachon keldik? Bir oy oldin kelgandim. Bir oy oldin kelgandim. Yoshim 67 da, Tilovat soatiman. Nafaqadaman hozir ayni kunda jurnalistman, kasbim. Jurnalistlar. Keyingi paytlarda negadir yuragimda tez o'zgarishlar bo'la boshladi. Charchoqlik, nafas olish biroz qiyinlashib qoldi. Yuragimda bir to'xtab, bir anaqa qilganda tez ura boshlagan paytlari bo'ldi. Ko'p terlash, mana shu holatlar bo'lgandan keyin men bir oy oldin sizni klinikangizga sizga keldim yordam so'rab va berilgan barcha dori, ukollar sabab ancha o'zimda bir oy ichida ancha o'zgarishlarni sezdim. Masalan, terlashlarim biroz kamaydi. Vaznda ham har holda bir oy ichida 3-4 kilo tashladim desam ham bo'ladi. Zo'r. Yaxshi, natijalari ancha yaxshi hozir. Demak, aytgan o'qibsiz-da Tilovat opa. Ha, parhezlar Bo'lmasam qildik. tushmas edi. Va ukol dorilar yordam berdi shekilli. Juda. Mana shunisi juda quvonarlisida. Chunki bulargacha Tilovat opam bilan ancha payt gaplashdik, birinchi marta kelganingizda. Juda xursandman. 3-4 kilo tashladikmi? Tashladim, 3-4 kilo tashladim. Keyin mana oldinlari kechqurunlari yotsam ko'p qiynalardim-da. Kechqurun bo'lgan birdan uyg'onib ketardim, boshqacha bo'ladi. Hozir tinch uxlashlarim yaxshi. Ayni kunda har holda o'zim yaxshi his qilyapman. Agar sir bo'lmasa, siz qanday kasb tashlaganingizni xalqimiz uchun aytib ketsak bo'ladimi? Shunchaki jurnalist emassiz-ku siz. Bu endi to'g'ri, mana har doim azizlar kasallikchi biz mana bekorga ish faoliyati so'ralmaydi yoki qanaqa stresslar bo'lgan deb so'ralmaydi. Bular juda katta mas'uliyat bilan ishlagan odamlarda, juda katta mas'uliyat bilan. Aytib ketsak bo'ladimi, bo'lmaydimi? Mayli, ayting. Masalan, nima deydi? Mana bolalar tashvishi deymizmi, uy ro'zg'or tashvishlari deymizmi, baribir ham nima deydi, har qanaqa ayolda ham bo'ladigan holatlarda bu. To'g'ri. Yo'q, ishimiz ham sizda juda nozik bo'lganda. Prezidentga yozganmandir desa, xatlar yozishga tekshirardim deb redaktor bo'lib. 20 yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasida redaktor bo'lib ishladim. Bir kunda 500 bet, 600 bet kitoblarni o'qib, tekshirib, shunaqa qilishga to'g'ri kelardi. Surunkali o'tirardim. Ehtimol mana shu surunkali o'tirishlar keyin miyada ozgina charchashlar bo'lgan ekan. Ana undan keyin pensiyaga chiqqandan keyin sekin-sekin shular bilina boshladi-da. Oldin mas'uliyat ishlab turgan ekanmizni sezmagan ekanmiz-da. Ishlab ketardik-da. Demak, ishdan keyin sekin-sekin hammasi bilina boshladi. Oyoqlarda og'riq, charchash, yurakda o'zgarishlar ancha avj olib qoldi-da. Hozirgi kunda mana bir oy ichida yana ancha davolangandan keyin, parhezlarni joyiga qo'ygandan keyin har holda siz maslahatlaringizdan keyin ko'pincha keyin men hozir ham har kun mana shu bir oy davom bo'lsa, bir oy davomida nima telefonda doimiy efir chiqishlaringizni ko'raman-da. O'sha bo'yicha nima deydi, onlayn bo'yicha deydimi? Onlayn tarzda bilmaganlarimizni o'rganib, o'sha aytgan maslahatlaringizga quloq tutib, menimcha shu sabab yaxshi bo'lgan bo'lsam kerak. Shu uchun yaxshi tomonga o'zgargan bo'lsam kerak. Rahmat. Eng glavnisi bularda mana shu men juda ko'p talashganim yo juda ko'p biz mana tortishganimiz mavzuimiz dieta bo'lganda, shuncha dietani qattiq aytibdilar. Azizlar, faqat dori bilan hech narsaga erisha olmaymiz. Bular bunaqa ko'p dori yozilmagan, bunaqa ko'p dori ham yozilmaganda, yuraklari uchun 3 tagina dori va boshqa muammolar bo'lgani uchun boshqa muammolarga yozilgan lecheniya. Lekin natija sizni Tilovat opa, agar siz menga dieta qilib o'zingiz ham harakat qilmaganingizda bu natijaga o'tirmasdingiz. Oldin boshda kelganingizda gapirayotganingiz o'zida yomon ter chiqib ketib qolardi, katta ter chiqib ketardi. Shunaqa. Joningiz sog' bo'lsin. Charchab qolardim, davomdan tez charchab qolardim. Hozir unaqa emas. Hozir yaxshi, bemalol, erkin har holda. Rahmat. Mana shunaqa azizlar, o'zimizni ehtiyot qilamiz, albatta yeyotgan ovqatlarimizga e'tiborli bo'lamiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.